2024-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz do'stlar. Kraskasi absolyutno top-toza deb aytib o'tilyapti. Yoqilg'isiga to'xtaladigan bo'lsak, benzinda ekan do'stlar. Hamma yo'q zavod holatda deb aytib o'tilyapti. Ballonlari ham almashmagan, o'zining radmiy holatlari. 12094 km yurib o'tibdi. Avtomobilimizda yurgan probegi, salon holatdan ko'rinishlari. Salonda hidi ketmagan hali. Buni necha pul deyapsizlar? 15.400dan tushib beramiz. 15.400 dollardan tushib berasizlar. Telefon raqami aytaylik. 91lik 612 0515 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. ...2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Yurib o'tgani 40 000 km. Do'stlar, qorasidan izlaganlarga. Avtomobilimizda podnoshkalar qo'yib qo'yilgan ekan. Tonirovka ham ruxsatnomalari bor. 40 553 km. Salon holatdan ko'rinishlari. Xo'p, mashinamizni orqa tomondan ko'rinishlari. Mashinamiz benzinda, gaz qo'yilmagan. Ko'rib turganlaridek avtomobilimiz primer pozitsiyada. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 17300 kami bor deb aytib o'tilyapti. Telefon raqami aytaylik. 90lik bilan 540 0169 raqamiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Nasiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, ozmoz yetmasa kelishamiz deb o'tyapti. Bu degani 1-2 oy kutib turishi mumkin. Agar pulingiz yetmasa, dev mashinalarga barterlari bor. Lekin uzoq muddatga nasiyasi yo'q do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasiz. Albatta, Tracker 2 avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza, orqa bagajligida ozgina qirilgan joy bor ekan, uni ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Avtomobilimizni pozitsiyasi primer pozitsiyada yurib o'tganini hozir sizlarga ko'rsatib qo'yaman. 56001 km bo'ldi do'stlar. Salon holatdan ko'rinishlari, ko'riklari bor, o'rindiqlari kojinli. Salon holatdan ko'rinishlari. Xo'p, avtomobilimiz benzinda, gaz qo'yilmagan. Mana shu yeri ozgina qirilgan, даже unga kraska ham tekkizilmagan. Shunday holatda, qirilgan holatda turibdi. Adashmasam. Lak tekkizilganmi? Nima tekkizilgan bu yerga? Kirasi tekkizilmagan? Ha, o'zi kirasi. Bo'ldi. Ma'lumotlarni aytib o'tdim do'stlar. Puli necha pul aka buni? 17.000 so'm. 17.000 kami bor. Ozmoz kelishadigan joy. Barter bo'ladi. Barter bor. Ajdaniyasi bor 1-2 oyga. Bo'lsa, Telefon raqamingizni aytib qo'yaylik. 90lik 90lik 540 0169. 540 0169 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar.